to'y trakka chiqqanman. Trakda yurganingizni bilasizmi? Yo'lda yurganda o'zingiz bilan o'zi gaplashib boshlaysiz. Juda ko'p vaqtingiz bo'ladi. Juda ko'p vaqtingiz bo'ladi yo'lda, bilasizmi? Soat 2 dan keyin ertalab tong otguncha, quyosh chiqquncha shunaqa xayollar keladi. Nima qilib yuribman o'zi? Hayotdan maqsadim nima degan savollar so'rashib boshlaysiz-da. Haligi bir podkastingiz gapingizni eshitdim. Hozir bu kundalik hayotimizda rutinga tushib qolganmiz. Ishga boramiz, kelamiz, faqat bir xilda yashaveramiz. Hamma narsa o'zgarmaydi. Lekin shunaqa yo'lga chiqqaningizda o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishga vaqtingiz bo'lgan vaqtda o'ylanasizda. Haqiqatdan ham shunaqa. Men o'zim ham trakda yurgan vaqtimda o'ylaganman. Bu narsa uzoq muddatli emas. Yaxshi. Misol uchun kimdir o'sha sohani yo'nalishni o'rganib, o'zining kompaniyasini ochish niyat qilgan bo'lsa, yaxshi, zo'r. Lekin juda ko'pchilik boshqa sohaga o'tish xohlaydi. Men aynan o'zim o'sha IT sohasiga qiziqqanman. O'ylab turib 2018-yilda bahoriga kelib IT ga o'taman deganman. Shunaqa qarorim qat'iyligida o'sha CDL'da o'sha haydovchilik guvohnomasini topshirib, oddiy guvohnomaga o'tkazganman-da. Uni CDL'da topshirib yuborganimni eshitib, o'rtoqlarim hayron qolgan. Sizning backup planingiz bo'lsin, A plan emas, B plan ham bo'lsin deyishardi. Yo'q. Men IT ni o'qiyman dedimmi? IT ni o'qiyman, bo'ldi. Ertaga yo'q, yana trakka qiynalib qolsam trakka chiqib ketaman degan narsa bo'lmaganda. Orqaga yo'l qoldirasiz. Orqaga yo'l yo'q. Siz ko'priklarni buzib ketish kerak. Ko'prik buzing, o'zingizni majbur qiling.